Umaqsi vaqdaşlar, bugungi hikoyamiz tilingni yig'masang bosh ketadi. Bir kuni podshoh o'rta ichidagi barliq vazir mulozimlarni yig'ib kengash ichib o'ltirsa, to'satdan o'rta cho'ng darvozasidan bir qalandar ma'rabdi. Buni faqat podshoh sezib qopdi. Lekin shoh yanada o'z so'zini davomlashtiraveribdi. Qalandar ichkirilab o'rta ichiga kirishga tamshilibdi-yu, lekin o'zini bisilib jim turib qopdi. Buni ko'rgan podshoh ko'ngliga nimalarnidir pukkan holda so'zini to'xtatib, qalandarni o'rtaga kirishga taklif qildi. Qalandar o'rtaga kirgandan keyin shoh uningga qarab tilini chiqaribdi. Qalandar shohga javoban hayal shimayla beshini ko'rsatibdi. Podshoh yana gilini ko'rsatibdi. Qalandar javoban yuzini siylabdi. Podshoh buningga qarab qalandarning aql farosatiga barakalloh aytibdi hamda uningga nurg'un tilla in'om qilibdi. Qalandar tillani ilib podshohga rahmat etib o'rtadan chiqib ketibdi. Vazir qalandarning in'om olgan tillasiga chidamay shohdan: "Hurmatli shohim, sizli qalandarning nimasiga shunchalik vala tilla berila? Bu bek o'rinsiz ziyon bo'ldi. Bo'lsa, uni tartib olganimiz tuzuk", debdi. Podshoh mushu fursatdan foydalanib vazirni sinamoqchi bo'ldi. "Qani ayting, qalandarning qilgan harakatlari nimani tushundirdi?" deb so'rabdi. Vazir nima deyishni bilolmay, bu degunicha turib qopdi. Podshoh o'z varisining do'tligini ko'rib nihoyat qayib ketibdi va "Men dastlabda tilimni chiqarsam, qalandar beshini ko'rsatdi. Bunda qilg'ini tilingni yig'masang bosh ketadi" degini. "Men gilimni ko'rsatsam, u yuzini ko'rsatdi. Bunda qilg'ini gilingni yig'masang yuz ketadi" degini. "Men ashu hikmatlik ikki so'zni shuncha pulga sotib oldim", debdi podshoh. Vazir lam-jim deyolmabdi. "Tilingni yig'masang bosh ketadi, gilingni yig'masang yuz ketadi" degan so'z shuningdan qolgan ekan. Hikmat: til odamni ham yuksaklikka erishtirdi, ham pastgo'yga tushirdi. Tildan odam oshkor bo'ladi. Chunki til orqali har qanday odamning asli zotini bilishga bo'ladi. Sen mangulik bo'lmagan bu dunyoda tiling orqali taqdiringni belgilay olasan.